Hech kimga sir emaski, bugungi kunda yurtimizda shifoxonalar, kasalxonalar, shaxsiy klinikalar va dorixonalar keskin ko'payib bormoqda. Va shu bilan birgalikda turli xil dori vositalarini, turli xil biologik faol qo'shimchalarni bizga taklif etayotgan va reklama qilayotgan psixofarmakologik kompaniyalar ham tobora ko'payib bormoqda. Bunga sabab nima? Albatta haqiqiy kasalliklar ortib borayotganligi, ko'payib borayotganligi va yosharib borayotganligini inkor etmagan holatda bunga bir qator sabablar keltirib o'taman. Birinchi navbatda insoniyat ortib boryapti. Xuddi shunday bizning yurtimizda, jamiyatimizda insonlar soni ortib bormoqda. Insonlar soni ortib borishi natijasida albatta, ya'ni tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan, ya'ni insonlar ham ko'payib boraveradi va kasalliklar ham ko'payib boraveradi. Shu bilan birgalikda albatta ekologiyani yomonligi. Bu ya'ni bizni ovqatlanishimiz bilan bog'liq muammolarimiz. Ovqatlarimiz tarkibida, ya'ni mahsulotlar tarkibida tabiiylik qolmayotganligi, bularning hammasi ximikat asnovasiga o'tib ketganligi bilan albatta bog'liq. Va eng asosiy sabablardan biri bu surunkali stress, bu surunkali asabiylik, noaniqlik, bularning hammasi albatta bizni tanamizga ta'sir qilmay qo'ymaydi. Lekin bugungi kunda shifoxonalarni va shaxsiy klinikalarni to'ldirib yotgan bemorlarni aslini olganda 50-60%, ya'ni tibbiyot tomonlama olib qaraganda ular sog'lom insonlar hisoblanishadi. Albatta ularni tibbiy tomonlama bildirayotgan bir qator shikoyatlari bo'ladi. Ularning tanalarida turli xil simptom hamda sindromlar bo'ladi. Ular o'zlarini yaxshi his qilishmaydi. Shu bilan birgalikda ularni tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan vaqtda ularning tanasi sog'lom chiqadi. Ya'ni ularni bildirayotgan shikoyatlari hech qanday bir og'ir kasallik alomatlari bilan bog'liq bo'lmaydi. Bunday holatlarda esa doktorlar insonning shikoyatlarini asab va ruhiyat tizimi bilan bog'lashadi. Asab va ruhiyat tizimi bilan bog'liq bo'ladigan tanada kuzatiladigan bir qator simptom hamda sindromlarni aslini olganda davolash kerak emas. Ya'ni insonning asab va ruhiyat tizimini davolash kerak bo'ladi. Albatta asab va ruhiyat tizimini o'rgangan holatda. Asab va ruhiyat tizimini davolashda esa 90% patsientlar aslini olganda dori-darmonlarga muhtoj emas. Ular umuman tibbiy yordamga muhtoj emas. Ular bolnitsada yotishga muhtoj emas. Ular sifatli psixoterapiyaga muhtoj.